Bizning dunyoga shunday quyosh malay borliqqa kelgach, biz endi olay bek o'ylanmadik. Chunki men andi bolalar turida bek eshitganim, bilganim yo'q edi. Vrachlar endi bizga aytdilar, anglatdilar. Shundan so'ng endi больницадан chiqqashdan olay bek nima endi. Do'qillanmadik, oddiy bola shekilli o'stirdik. Bilash shulay zirak bola o'sgach, Şorasına çığa başlagach kişiler indi birilip qarый, seyre gitip qarawchilar da buldu indi. Qay bir kishi barmoq bilan da tirtkali indi. No, biz indi ovuj yurib, andi kishiga "Esenmisiz?" deb, "Privet" deb, shu aytib indashib yeri başlagach, ular o'zgardilar. Respublikada bunday choralar ko'proq bo'lsa, конечно, qilmoqchi olamay. Bolalarga big'irshi, ularga общение kerak, o'zaro aralashuv, bizga da, aytganilarga da o'zaro aralashuv bek muhim. Biz nindi informatsiya yangi bilamiz, qo'yadir narsadir, to'sha endi biz Orshadan bo'laroq, onda endi bizning andi roditlar Qozonga kelgach endi bek ko'p roditlar bilan aytganlar bilan uchrashib, aralashabız. Bizning mana Orshada da ko'proq мероприятиялар o'tkazsinlar. Anlarsin bizning endi problema logoped defektolog Orshada endi logoped defektolog buldirsinlar edi sadiklarda. Mana biz sadikka borga tiyish bu yilni Alloh bersa, bizga endi bizda logoped defektolog yo'q. Ansisin o'zingiz endi Qozonga yurib tersiz deb endi o'zingizdan turadi dedilar endi bizga.